Ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda kontent ishlash hamda reklama joylash orqali xaridorlar sonini oshirishda yaxshi xizmat qilmoqda. Kimningdir faoliyatiga aylanayotgan bu holatni qoralamoqchi emasmiz, ammo ularning orasida noodatiy usullar bilan xaridor chaqirishga urinishlar ko'p bora uchramoqda. Kuni kecha Toshkentda o'z faoliyatini olib boradigan do'konlardan biri ham xaridorlari sonini oshirish maqsadida ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga yo'l qoidasini buzib, katta yo'lda guruh bo'lib harakatlanayotgan video tasvirlarni joyladi. Toshkent shahri ko'chalarida, Gentra avtomobillarida guruh bo'lib harakatlangan qizlarning asl maqsadi Instagram ijtimoiy tarmog'i uchun kontent olish bo'lgan. Biroq bu katta ko'ngilsizlikka sabab bo'lishi mumkin edi. Afsuski, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi. Xo'sh, voqealar o'zi qanday sodir bo'lgan? Soat 8lar atrofida Instagramimiz uchun kontent qildik. Lekin narsa bunaqa oqibatga olib kelishini bilmadik. Mana shu parkovkadan ozgina chiqaz berdim, nayog'iga hamkasbim haydadilar. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan tomoshabin e'tiborini jalb qilish maqsadida turli harakatlar sodir etilgan video tasvirlar tarqalmoqda. Bilib-bilmay qilingan videoroliklarning ba'zilari uchun qonun oldida javobgarlik borligini esa ko'pchilik unutib qo'yadi. Xuddi mana bu tasvirlardagi kabi. Siz tasvirlarda ko'rib turgan qizlar aslida boshqa shaxslarga tegishli bo'lgan avtomobillarda guruh bo'lib harakatlanib, uni Instagram ijtimoiy tarmog'iga yuklagan. Qizlarning so'zlariga ko'ra, rol boshqaruvida ular bo'lmagan. Nechidir metr haydadik, shlagbaumgacha undan buyog'iga bolalar haydashdi. Qoida buzdim va bu narsani boshqalarga tavsiya bermayman. Boshqa bunaqa ish takrorlanmaydi. Endi biz bilmadik, unaqa ko'p ham haydamadilar. O'sha parkovkadan shunday chiqazib berdilar, u yog'iga yonimda o'tirdilar, bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan qoidabuzar haydovchilarga tegishli tartibda chora ko'rildi. Avtotransport vositalari esa vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan holat bo'yicha barcha avtomashinalar jarimadan olib kelib, haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 128.10 moddasi bilan bayonnoma rasmiylashtirildi. Yo'llarda haydovchilardan belgilangan qoidalar qilishlarini so'rab qolamiz. Yodingizda saqlang, transport vositalari haydovchilarining yo'llarda yo'l harakati xavfsizligiga tahdid qiluvchi yoki avariya holatini keltirib chiqaruvchi guruh bo'lib harakat qilishdagi ishtirok ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bu kun Aslzoda Rajabboyeva, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.